Mana bugun biz Samarqand shahrida, ona yurtimda xizmatda bo'ldik. Zarhal restoranida Fotiha to'yi. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi kelin poshsha uchun. Bir narsadan juda xursand bo'ldim. Zarhal restoranining barcha xodimlari, ofitsiantlari yelib yugurib xizmat qilayotgan yigitlarga rahmat, rahbarlariga rahmat. Hamma joy ozoda, pokiza, ovqatlari ham juda mazali. Endi bundoq qarasangiz, mana shu shukrona dasturxonda hamma narsa juda bir chiroyli, madaniyatli, yesangiz ko'zingiz quvnab yeydigan, taomlari ham juda mazali. Did bilan qilingan, hamma narsa did bilan. Zarhal restoranining xodimlariga, yigitlarga, ofitsiantlarga rahmat deymiz. To'y hasham qilmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa Fotiha to'yini qilaman desangiz, shu Zarhal restoraniga kelavering. Sog' omon bo'linglar, hamma to'y qilsin.